Derivativ savdoda siz broker orqali buy orderini joylaysiz. Broker sizdan komissiya va spread olib, orderni dealing deskga yuboradi. Keyin siz STP tizimida tahlil qilinasiz. Agar sizning savdo tarixingiz yaxshi bo'lsa va summa yuqori bo'lsa A-book, agar yaxshi o'ljadek ko'rinsangiz, unda B-book metodi bilan savdo ishga tushadi. A-book bu sizning orderingiz haqiqiy bozorga chiqishi va qarshi taraf market makerlar bo'lishi. B-bookda broker savdoni real bozorga chiqarmaydi. Aksincha, broker o'zi sizga qarshi savdo qiladi. Sizni yo'qotishingiz 100% brokerga tushadi. Bu yerda sizdan yana bir kishi manfaatdor. Bu sizga tradingni o'rgatgan yoki qiziqtirgan Insta guru. U brokerdan PNL kelishi orqali komissiya, spread va hatto yo'qotishlaringizdan ham ulush oladi. Uning vazifasi kurs, signal, insta motivatsiya orqali offshore brokerga yo'naltirish. Eng qizig'i, agar mabodo siz foyda qilishni boshlasangiz, broker sun'iy to'siqlar yaratishi mumkin. Bu spread kengayishi, narxda impuls, ya'ni juda tez o'zgarishi, stop, take, limit order ishlamasligi va hatto akkaunt bloklanish holatlari. Va bu shunchaki bozor sharoiti deb nomlanadi. Parallel ravishda broker o'zining aktyorlariga soxta hisob yoki soxta savdo tarixi bilan akkauntlar berishi ham mumkin. Ba'zi gurularning o'zining shaxsiy brokerlari bor va kuniga yuzlab retail traderlar ularni qopqoniga tushadi.